Yoz keldi, basseyn sezoni boshlandi. Homiladorlarga bassenda cho'milish qanchalik xavfli va ular nimalarga e'tibor berishlari kerak? Birinchisi, bassenda cho'milish vaqti 20-30 daqiqadan oshmasligi darkor. Ikkinchisi, suv harorati 28-32 gradus oralig'ida bo'lishi lozim. Uchinchi, eng asosiyi gigiyena. Faqat toza va xlor miqdori nazorat qilinadigan, tinimsiz tozalanadigan hamda suvi oqib turuvchi bassenda cho'miling. Lekin homiladorlikning qaysi davrlarida va qachon bassenda cho'milish tavsiya etilmaydi? Birinchisi, homiladorlikning birinchi trimestri, ayniqsa ilk haftalarida. Ikkinchisi, qorinda va tos sohasidagi turli og'riqlar bo'lsa. Uchinchisi, homiladorlikda qonli ajralmalar kelsa. To'rtinchisi, turli xil infeksiya xavfi bor holatlarida. Ammo bassenda cho'milishning homiladorlar uchun foydali tomonlari ham mavjud. Eng asosiysi bel og'rig'ini kamaytiradi, qon aylanishini yaxshilaydi, shishlarni kamaytiradi va ruhiy holatni yengillashtiradi. Har qanday holatda issiq kunda yoz mavsumida bassenda cho'milishni xohlasangiz, albatta shifokoringiz bilan maslahatlashishni unutmang.